أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنطقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ya ilahi ya Özünün rızanı iste bu kılgan barcha Qur'on oyatlarini, mavlid shariflarini haqqına getirib Allah yo'lida sizlarga muborak ruhoniyatlarga yetkazdi. Bu zot tufayli barcha mo'minlarning simala qatorida onadan sohibalarni avvali oxiri o'tgan barcha umidvorlar, yaqinlari, ota avlod, ona avlodlarning ruhoniyatlariga, xudoandalar tomonidan o'tgan umidvor yaqinlar ruhoniyatlariga, shu yerda duoga qo'l ochgan barcha birodarlar tomonidan o'tgan umidvor yaqinlar ruhoniyatlariga baxsh etadi. Amin. Allohim o'tganlarimiz oxiratlarni avlod saodatini oson qilib, qabrlarni Qur'on nurlari bilan munavvar aylab, to qiyomatgacha qabr azobidan o'zini saqlagin. Onadan egalar bundan kishilarga ham rivoj, oilalarga barakot, o'zlariga hamisha tanisiqlik ato etgan parvardigorga. Bugungi Alloh yo'lida chiroyli yashashga sababchi bo'lgan bu o'g'il qizlarimizni ham umriga, rizqiga o'zing barakot bergin. Bog'lanayotgan nikohlari abadiy bo'lsin. Amin. Allohim kelajakda bularni solih farzandlar bilan siylasin. Ularning huzur halovatlarini ko'rishni barcha aqllarga nasib etgin Alloh. Sallallohu ta'ala ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika. Hurmat qilgan birodarlar, o'g'il qizlarga, kelinlarimizga, barchalariga uzoq umr bersin. Iymonlari va salomat turmuchasi sog' bo'lsin. Bu qilingan xizmatlarda ajr mukofotini ziyoda qilib, Alloh har ikkala dunyo saodatiga muyassar bo'lishni bularga nasib etsin. Rahmat.